Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bu videoda men banklar qanday foyda olishini ko'rsatmoqchiman. Shuningdek, moliyaviy hisobot mavzusiga ham to'xtalib o'tamiz. Bu foyda va zarar to'g'risidagi hisobot ham deyiladi. Siz balans hisoboti bilan allaqachon tanishgansiz. Bu darsda esa foyda va zarar to'g'risidagi hisobot bilan ham tanishib chiqamiz. Keling, oldingi videodagi misolga qaytamiz. Biz bank ochgan edik va uning yordamida qishloqdagi odamlarning jamg'armalarini turli loyihalarni amalga oshirish uchun yo'naltirib qo'ygandik. Aytaylik, bu birinchi yilning boshidagi mening balansim. Keling, undagi ma'lumotlarni qaytadan eslab olamiz. Men bu korxonaga, ya'ni bankka $1 million sarmoya kiritgan edim. Bu mening yig'ib qo'ygan pullarim yoki do'stlarimdan olgan qarzlarim bo'lishi mumkin. Bu xususiy mulk, uning qayerdan paydo bo'lgani hozir biz uchun muhim emas. Eng asosiysi $1 million pulimiz borligini bilamiz. Keyin esa men bu mablag'ga juda ham chiroyli va xavfsiz bo'lgan, odamlar o'z pullarini bemalol ko'ngli xotirjam bo'lib saqlashi mumkin bo'lgan bir bino qurgan edim. Ajoyib bino, xavfsiz bir seyf. U binoning ham qiymati $1 million. $1 million ko'chmas mulk. Bino ko'chmas mulk hisoblangani uchun KM deb yozib qo'yamiz. Keyin esa qishloq aholisi men qurgan bu ajoyib binoni ko'rib, menga o'zlari jamg'arib qo'ygan pullarning bir qismini omonat sifatida ishonib berishdi. Albatta, pullarni bu yo'l bilan saqlash ularni biror yerga ko'mib yoki ko'rpa-to'shaklarning orasida saqlagandan ko'ra ishonchliroq, to'g'rimi? Bundan tashqari, bank ularga depozitdagi summadan ma'lum miqdorda foiz ham to'lashga tayyor. Shunday ekan, qishloqdagilar yig'ib qo'ygan pullarini saqlash uchun bankimda hisob raqam ochishga qaror qilishadi. Shu tariqa bank depozitga $10 million pul qabul qiladi. $10 million. Garchi bu ssudaning ma'lum bir ko'rinishi bo'lsa ham, ammo ssuda emas, ya'ni qarz emas. Chunki bu pullarni odamlar o'z xohishlariga ko'ra depozitga qo'yishyapti. Depozitga va o'zlari xohlagan paytda pullarini qaytarib olib ketishlari mumkin. Shuning uchun ham men bu pullarning ma'lum bir qismini naqd pul shaklida ushlab turishim kerak. Omonatchilar, ya'ni depozitga pul qo'yganlar ehtiyoj tug'ilgan zahoti pullarini olib keta olishi mumkin. Hech qanday force-major holatlar yuz bermaganda, ya'ni hech qanday favqulodda holatlar yuz bermagan taqdirda, jami depozitdagi pullarning 10% yetarli deb o'ylayman. $10 million ning 10% $1 million ga teng bo'ladi. Demak, $1 million naqd pullarni zaxirada saqlab turaman. Mabodo barcha omonatchilar yoki ularning ko'p qismi pullarini qaytarib olish uchun bir kunda kelish ehtimolligi yuqori bo'lsa, unda men albatta ko'proq pullarni zaxirada saqlagan bo'lardim. Endi esa menda $9 million pul qoldi. Odamlar menga $10 million pul berishdi, $1 million ni saqlab qo'ydim va qolgan $9 million ni boshqalarga kredit sifatida beraman. $9 million. Bu samarali kapital hisoblanadi. Samarali kapital deganda men kimningdir tovar va xizmatlaridan biror ishni amalga oshirishda foydalanishni va ushbu ishning yakunida bu ishga sarflangandan ko'ra ko'proq qiymatga erishishni, ya'ni yangi kapital manbasini yaratishni nazarda tutyapman. Demak, bu birinchi yilning boshidagi mening balans hisobotimning ko'rinishi. Shuningdek, men berilgan kreditlardan yilliga 10% olishimni aytgan edim. Demak, $9 million dan yillik 10% olaman. Bundan tashqari, omonatchilarga ham yiliga 5% beraman deb va'da berganman. Demak, ularga yillik 5% to'layman. Xo'sh, endi yil davomida nimalar ro'y berishini ko'ramiz. Foizlardan keladigan daromadim qancha ekan? Buni foizli daromad ham deyiladi. Demak, yozamiz. Foizli daromad. Uning qancha ekanligini hozir hisoblab ko'ramiz. $9 million ning 10% $9 ming ga teng ekan. Demak,
Men yiliga foizlardan 900 ming dollar daromad ko'rmoqdaman. Buni yozib qo'yamiz. 900 ming dollar. Foizli xarajatimchi, ya'ni men foizlarga to'laydigan xarajatim qancha ekan? Buni ham hozir hisoblaymiz. Foizli xarajat 10 million dollarning 5% 500 ming dollarga teng. Demak, 500 ming dollar ekan. 500 ming dollar. Bu biz uchun xarajat. Shuning uchun ham 500 mingning oldiga minus belgisini qo'yib qo'yamiz. Minus 500 ming. Bank ham bir korxona, shuning uchun ham uning tozaligiga e'tibor berish, binoni yaxshi ko'rinishda saqlashga harakat qilish kerak. Xizmatchilar, ishchilar va qorovullarni ishga olish, qorovullar uchun qurol-yarog' sotib olish zarur. Demak, tushunib turganingizdek, bu foiz tranzaksiyasidan tashqari mening yana boshqa xarajatlarim ham bor. Aytaylik, men ishchilarga yillik 50 ming dollar oylik maosh to'layman. Demak, oyliklar yiliga 50 ming dollarni tashkil qilmoqda. 50 ming dollar. Bu ham men uchun xarajat, shuning uchun ham buning oldiga minus belgisini qo'yib qo'yamiz. Bundan tashqari, binoni yaxshi holatda saqlash kerak. Buning uchun qanchadir vaqt oralig'ida binoni bo'yab turish, qaysidir qismlarini yangilab turish kerak. Bunga ham deylik 50 ming dollar pul ketsin. Demak, binoni saqlash uchun yiliga 50 ming dollar xarajat qilar ekanmiz. Minus 50 ming dollar deb yozamiz. Endi esa menda qancha daromad qolishini hisoblab ko'ramiz. 900 ming dollardan 500 ming dollarni ayirsak, 400 ming dollar, 400 ming dollardan yana 100 ming dollarni ayirsak, 300 ming dollar qoladi. 300 ming dollar. Bu mening soliq to'lagunimga qadar bo'lgan daromadim, ya'ni soliqqacha bo'lgan daromadim hisoblanadi. Yozamiz. Boshqa joylarda bo'lgani kabi bizning ham qishlog'imizdan majburiy soliq to'lovlari bor. Mahalliy hukumat armiyani moliyalashtirishi kerak, shuningdek aholiga turli xildagi xizmatlarni taqdim etishi kerak. Shuning uchun ham majburiy soliq to'lovlari joriy qilingan. Aytaylik, ular mening daromadimdan yiliga 30% olishadi. Bu daromad solig'i deyiladi. Daromad solig'i. Daromad solig'i. 30% bu deyarli 100% ning 3dan 1iga teng. Soddalashtirib 300 ming dollarning 3dan 1 deb olamiz 30% ni va 300 ming dollarning 3dan 1 100 ming dollarga teng. Demak, daromad solig'imiz minus 100 ming dollar ekan. Endi bizda qancha sof foyda qolishini hisoblaymiz. 300 ming dollardan 100 ming dollarni ayirsak, sof foydamiz 200 ming dollarni tashkil qilmoqda. Yozib qo'yamiz. Sof foyda 200 ming dollar ekan. Siz mana shu jadvalda ko'rib turganingiz foyda va zarar to'g'risidagi hisobot hisoblanadi. Keling, uni chiroyli qilib mana bunday belgilab qo'yamiz. Bularning barchasining balans hisoboti bilan bog'liqligini biroz tushuntirsam. Xo'sh, bunday daromadlar bilan mening balans hisobotim yilning oxirida qanday ko'rinishda bo'lar ekan? Aytaylik, hech qanday qarzlar bankimga qaytarilmadi, faqatgina foizlar to'langan. Demak, ssudalar, ya'ni men bergan kreditlar haligacha balansda aks etib turibdi. Bu 9 million dollar yozib qo'yamiz. 9 million dollar. Bu men bergan kreditlar, bular men uchun aktivlar hisoblanadi. Shunday qilib, qarzlar qaytarilmagan. Aktivlardan bino hali ham bor. Bu binoni yaxshi holatda ushlab turish uchun 50 ming dollar sarf qilgan edim. Shunday ekan, bino hali ham o'zining asl qiymatini saqlab turibdi. Demak, ko'chmas mulkimiz 1 million dollar. Buni ham yozib qo'yamiz. 1 million dollar qiymatdagi ko'chmas mulk, ya'ni binomiz. Menda 1 million dollar naqd pullar bor edi. Ayni damda naqd pullarim qanchani tashkil etayotganini hozir hisoblab chiqamiz. Omonatga, ya'ni depozitga qo'yilgan pullar o'zgarmadi. Demak, rezervdagi 1 million dollar pullar ham shundayligicha turibdi. Mana bu jadvalda ko'rsatib o'tganimdek, yil davomida 200 ming dollar sof foyda qilgan edik va bu 200 ming dollar hozir naqd pullar ko'rinishida.
Shunday ekan, endi mening naqd pullarimga yana 200 ming dollar qo'shildi va 1 millionga 200 ming dollarni qo'shsak 1,2 million dollar bo'ladi. Ayni damda mening naqd pullarim 1,2 million dollarni tashkil qilayotgan ekan. Naqd pullar. Eslatib o'taman, depozitdagi pullar mening majburiyatlarim edi. 10 million dollar. Chunki bir kun kelib buni egalari albatta qaytarib oladi. Endi esa yilning oxirida mening xususiy mulkim qanchaga teng ekanligini hisoblab ko'ramiz. Demak, xususiy mulkim qanchaga teng ekan? Yilning boshida xususiy mulkim 1 million dollarga teng edi. Shu o'rinda buxgalteriya balansi mavzusida o'rgangan formulamizni takrorlab olsak, unga ko'ra jami aktivlardan jami majburiyatlarni ayirsak, xususiy kapitalning qiymati kelib chiqadi. Demak, ushbu formuladan foydalanib, yilning oxiridagi xususiy kapitalni hisoblab chiqamiz. Aktivlarim nimaga teng? 9 million dollarga 1 millionni qo'shsak 10 million, 10 ga 1,2 millionni qo'shsak 11,2 millionni tashkil etmoqda. Demak, 11,2 million dollar ekan aktivlarim. Passivlarim esa 10 million dollarni tashkil qilmoqda. Formulaga ko'ra 11,2 million dollardan 10 million dollarni ayirsak, bizda 1,2 million dollar qolar ekan. Demak, xususiy mulkimiz 1,2 million dollarni tashkil qilmoqda. Bu bizning yilning oxiridagi xususiy mulkimiz. Shu yerga kelganda qiziq holat ro'y berdi. Mening xususiy kapitalim o'zgarib qoldi. Menda 1 million dollar bor edi, endi esa 1,2 million dollar. Bir yil davomida xususiy kapitalimning o'zgarishi 1 milliondan 1,2 million dollargacha o'sdi. Buni belgilash uchun matematik belgi, ya'ni deltadan foydalansak bo'ladi. Mana bu uchburchak delta deb o'qiladi. U o'zgarishni ifodalaydi. Demak, delta xususiy mulk, ya'ni xususiy mulkning o'zgarishi 200 ming dollarga teng ekan. Va bu ko'rib turganingizdek sof foydaning aynan o'zidir. Shunday qilib, siz ko'rib turgan mana bu jadval foyda va zarar to'g'risidagi hisobot hisoblanadi. Buni ham yozib qo'yamiz. Foyda va zarar to'g'risidagi hisobot. Foyda va zarar to'g'risidagi hisobot. Uning balans bilan qanday bog'liqligi bor? Balans sizning qancha pulingiz borligi va ayni damda qancha qarzdor ekanligingizni ko'rsatib turadi. Bu yilning boshidagi balans, bu esa yilning oxiridagi balans. Mana bu balans yilning boshida qancha pulingiz bo'lganligi va qancha qarzdor ekanligingizni ko'rsatsa, bunisi esa yilning oxirida qancha pulingiz borligi va qancha qarzdor ekanligingizni ko'rsatadi. Foyda va zarar to'g'risidagi hisobot esa yil bo'yi sodir bo'lgan holatlarning barchasini tasvirlaydi. Unda birinchi balansdan ikkinchi balansning qanday hosil bo'lishini bilib olsak bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, unda sizning yil davomida qilgan barcha daromadlaringiz va barcha xarajatlaringiz aks etadi. Faqatgina shu holatda sof foydani topsak bo'ladi. Va xuddi shu sof foydaning qiymati aynan xususiy kapitalning o'zgarishi hisoblanadi. Agar siz shu yilda ijobiy, ya'ni musbat qiymatdagi sof foyda ko'rsangiz, unda sizning kapitalingiz ham bir yilda xuddi shuncha qiymatga oshar ekan. Agar siz manfiy qiymatdagi sof foyda, ya'ni zarar ko'rsangiz, unda shu yil uchun sizning xususiy kapitalingiz xuddi shuncha summaga kamayadi. Demak, sof foyda yoki zarar bu xususiy kapitaldagi o'zgarishni anglatar ekan. Bundan tashqari siz bilishingiz kerak bo'lgan yana bir tushuncha bor. Bu kapitalning daromadliligi. U nima ekan? Boshida bizda 1 million dollar xususiy kapitalimiz bor edi. Yil davomida unga 200 ming dollar qo'shilib, kapitalimiz 200 ming dollarga oshdi. Demak, 1 millionga 200 ming qo'shildi. Yoki buni 200 ming dollar taqsim 1 million dollar deb yozsak ham bo'ladi. 1 million dollar. Bu 20% ga teng.
Mana shu bizning kapitalimizning daromadliligi hisoblanadi. Kapital daromadliligi KD deb yozib qo'yaman. 1 million dollar investitsiya qildik va uning ustiga 20% qo'shildi. Bu kapital daromadliligi. E'tibor bering, kapitalning daromadlilik ko'rsatkichi xususiy kapital o'zgarishini yoki sof foydani boshlang'ich xususiy kapitalga bo'lish orqali aniqlanar ekan. Xullas, foyda va zarar to'g'risidagi hisobot mana shunday hisob-kitob qilinadi. Men sizga bularning o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatmoqchi edim. Buxgalteriya balansining ajoyibligi ham shundaki, turli xildagi moliyaviy hisobotlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq.